Asaka Bank O'zbekiston Respublikasi hukumatining tashabbusi bilan milliy avtomobil sanoatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash maqsadida ixtisoslashgan bank sifatida tashkil etilgan. Bugungi kunda bank mamlakat iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlarini moliyalashtiruvchi, keng ko'lamli bank xizmatlarini ko'rsatuvchi universal moliya muassasasi darajasigacha rivojlandi. Har qanday buyuk yo'lning boshida ishonch turadi. Asaka Bankning yo'lida esa ana shunday insonlar bor ediki, ular imkoniyatlar cheksizligiga, inson esa eng katta boylik va kelajakni yaratuvchi kuch ekaniga ishonishgan. Ularning fikrlari yo'llarga, qarorlari esa iqtisodiyotning poydevori hamda taraqqiyot harakatining asosiga aylandi. 1995-yil Asaka shahrida mamlakatdagi ilk avtomobil zavodining ishga tushirilishi tarixiy voqea bo'ldi. Aynan shu kunlardan boshlab Asaka Bank va milliy avtomobil sanoati o'rtasida mustahkam, uzoq muddatli hamkorlikning poydevoriga zamin yaratildi. Missiya aniq edi: avtomobil zavodini barqaror va samarali faoliyatini ta'minlash hamda uning atrofida ishlab chiqarishdan tortib xizmat ko'rsatishgacha bo'lgan to'liq sanoat zanjirini shakllantirish. Mahalliylashtirish jarayoni yo'lga qo'yildi. Natijada bamper, o'rindiq, g'ildirak, plastik detallar va boshqa ko'plab ehtiyoj qismlarini ishlab chiqarish bo'yicha 10 dan ortiq mahalliy korxonalar faoliyat boshladi. Avtokredit Asaka Bank faoliyatining ramziga aylandi. Filiallar tarmog'i kengaygani sari butun respublika bo'ylab aholi uchun avtomobil xarid qilish imkoniyati yaratildi. Natijada iqtisodiyot tez rivojlana boshladi. Harakat esa har bir oila hayotining ajralmas qismiga aylandi. Bank o'z faoliyatida keng miqyosli natijalarni ko'ra boshladi. Agrar loyihalar, ijtimoiy va uy-joy kabi qator dasturlarga sarmoyalarni yo'naltirdi. Ipoteka kreditlari minglab oilalarga o'z xonadoniga ega bo'lish baxtini ulashdi. Bu esa qurilish sohasi va infratuzilmaning rivojlanishiga turtki bo'ldi. Aynan shu yillarda bankning yangi qiyofasi shakllandi. U endi shunchaki bank emas, balki modernizatsiya va taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Bu esa faqat boshlanishi edi. Oldinda keng faoliyat ko'lami, yangi yo'nalishlar va cheksiz imkoniyatlar sari intilish turardi. 2000-yillar boshi o'zgarishlar davri bo'ldi. Bank birgina sohaga bog'lanib qolmay, o'rta va yirik biznesni qo'llab-quvvatlashni boshladi. Bank to'qimachilik sanoatini qo'llab-quvvatlab, eksport hajmini kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiyotning turli sohalarini yanada rivojlantirishga hissa qo'shmoqda. Shuningdek, alohida e'tibor qishloq xo'jaligiga qaratildi. Bank yem ishlab chiqarish, zamonaviy fermalar tashkil etish va parranda yetishtirish tarmoqlarining rivojlanishini moliyalashtirish orqali ushbu sohaning barqaror o'sishiga hissa qo'shmoqda. Natijada asta-sekin butun tizim shakllanadi. Mamlakat bo'ylab o'nlab korxonalar yagona zanjirga birlashadi. Don yetishtirishdan tortib, uni qayta ishlash va tayyor mahsulotni yetkazib berishgacha. Bank agrar sohasidagi faoliyatini davom ettirar ekan, shu bilan birga kimyo sanoatiga ham kirib boradi. Asaka Bank Navoiy azot korxonasini moliyalashtirish orqali mamlakatning eng yirik va yetakchi sanoati markazlaridan birining rivojlanishiga munosib hissa qo'shdi. Neft-gaz sohasini qo'llab-quvvatlagan holda soha korxonalarini modernizatsiya qilish va rivojlantirish jarayonlarida bank faol ishtirok etdi. Keyingi bosqichda bankning investitsiyalari turizm sohasiga yo'naltirildi. Bank tomonidan milliy an'analarni o'ziga mujassam etgan zamonaviy mehmonxonalar, madaniyat markazlari va dam olish maskanlarini qurilish loyihalari moliyalashtirildi. Bu esa mamlakatning turistik jozibasini oshirishga xizmat qildi. 2017-yildan boshlab mamlakat hayotida yangi davr boshlandi. Bozor iqtisodiyoti yanada erkinlashdi, chegaralar ochildi, imkoniyatlar kengaydi. Valyuta siyosatining liberallashuvi biznes subyektlariga erkin faoliyat yuritish imkonini yaratdi. Raqobat esa taraqqiyot va yangilanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Moliya tizimi yangilanmoqda. Asaka Bank esa tezroq moslashuvchan va odamlarga yaqinroq bo'lib harakatlanmoqda. 25 yillik tajriba bu faqat yo'l emas, bu asos, ishonch va xotira. Shu tajriba zaminida Asaka Bank yangi bosqichga chiqdi. O'z yo'lini yangi nafas, yangi qiyofa bilan davom ettirmoqda. Yangi logotip, yangi ranglar, yangi uslub orqali Asaka Bank o'z qiyofasini ifoda etdi. Har bir chiziqda hayot nafasi, harakat va insonlarga bo'lgan mehr ifodalangan.
Bu o'zgarish bilan bank odamlarga yaqinlashdi. Ular nafaqat xizmat ko'rsatuvchi ofislarda, balki har bir qadamda, har bir telefonda ham insonlar bilan muloqotda. Bugun Asaka Bank faqat moliyaviy tizim emas, u odamlarning ehtiyojini his qiladigan tirik organizm. Har bir muloqot bu ishonch, har bir xizmat qiymat yaratish imkoniyati. Bankning haqiqiy missiyasi inson hayotini yengil qilish va uning rivojiga hissa qo'shish. Dastlabki avtomobillardan mobil ilovalargacha, fermerlardan startaplarga qadar, ilk g'oyadan porloq kelajak sari. Bu shunchaki bankning tarixi emas, bu mamlakatning taraqqiyot yo'li. Va biz mana 30 yildirki, bu tarixni birgalikda yozishda davom etmoqdamiz.